Assalomu alaykum hurmatli Yurtazim kanali obunachilari. Bugun Kia Urgench avtosalonundamiz. Xudo xolasa sizlarga bugun Kia avtomashinalari bo'yicha hamma ma'lumotlarni berib o'tamiz. Rassrochka kredit bo'yicha. Xudo xolasa qanasa ketdik, ishona kirib ma'lumot olamiz. Assalomu alaykum Boburbek. Assalomu alaykum. Avtosalondagi mashinalar bilan bir narxlarini, rassrochka kreditlarini bo'yicha hammasini bir danıştırıp ma'lumot berib o'tsangiz. Kia Sonet modelimiz ama pozitsiya sotuvda bor. Birinchi pozitsiyasi mexanika bo'lib boshlanadi. 199 900 dan 249 900 gacha bo'ladi mashina. Bularda hozirda rassrochka krediti bor, imtiyozli kreditlari bor. Rassrochka eng kam boshlang'ich to'lov 25% dan boshlanadi. Boshlang'ich to'lovga qarab 4 yilgacha o'zini pulini bo'lib to'lasangiz bo'ladi. Boshlang'ich to'lovga qarab. Boshlang'ich qanchalik ko'paytiradigan bo'lsa, bu yerda oyam ko'payib boraveradi. Eng kam boshlang'ich to'lov 50 million so'm bo'ladi. 50 milliondan boshlanadi. 50 million so'm bilan. Masalan, yine men 3-pozitsiyasini olacakman. 100 million pulum bor. Shu oylik to'lovi bo'lsa, aramda qolganini 24 oyga chiqarib beramiz. Foizsiz. Foizsiz, 150 millionni 24 oyga bo'lib to'laydi. Umuman grammat boshqa foiz bo'lmaydi. Agar shu 24 oy emas, 100 million berib turib, ko'proq muddat oladigan bo'lsalar, imtiyozli kreditlarimiz kam foizdan. Kam foizdan. Necha foizdan? Bu 2% dan boshlanadi. Yillarga qarab. Qancha yil bo'lsa, o'sha foiz ko'tarilib boraveradi. 16% dan o'tmaydi. Shunda oz ekan buni foizi. 16%. Birlamchi axir bang. Birlamchi kredit. Rassrochka kredit. Agar rassrochka masalan hammasi через bank bo'ladi. Agar chornida bo'ladigan bo'lsalar, bankdan chiqmaydigan bo'lsalar, taksida bo'ladigan bo'lsa, boshqadan bo'lsa, lizing ko'rinishida narsaga bo'ladi. Lizing ko'rinishida mal saloningizlar bo'ladi. Bo'ladimi, taksika bo'ladimi? O'zlaringiz salonda to'g'ri shartnoma bo'ladi, shu yerdan mashina chiqarib beramiz. Tushunarli. Qarang, 6 mestali bo'ladi. Buni bahasi necha so'm? Aylanma mashina 340 milliondan boshlanadi. 340 milliondan boshlanadi. Milliondan boshlanib 450 milliongacha bo'ladi. eBayda hozir turgan oxirgi 450 million. Qancha pozitsiya bor shunda? 4-pozitsiya. 4-pozitsiya bang. Bularda hozir bundan shu imtiyozli krediti rassrochka tushunarli. Bularning rassrochkasi narxi. Endi bu yerda Kerato bang. 318 milliondan boshlanadi. Necha pozitsiyasi bor? Hozir 2 pozitsiyasi. 2 pozitsiya bang. 385. Bular ham shunday imtiyozlar bor. Shu imtiyozli krediti rassrochkasi bor. Maqtalar bo'lsa Endi bu yoqda endi oilaviy mashin Carnival bang, xudo xolasa. Bunlar 3 xil pozitsiyasi bor. 3 xil? Beda bular o'rta pozitsiyasi 725 million bo'ladi. Bulardan shu rassrochka kredit e'tirofilar bo'ladi. Tushunarli. 8 mestali. 8 mestalang oilaviy salonlarni. 725 millionligi 26-yilga qo'yildi. 20-26-yil tozalangan versiyasi, oxirgi versiyasi. Restyling bo'lgani. Zo'r mashina bu. Hozirda trendda bo'lib turgan mashinalarimizdan biri Kia K5. Kia K5. 7 xil pozitsiya bo'ladi. 7 xil pozitsiya. Bo'ladi. 1.5 turbinalisi bor, 2 turbinalisi bor. 380 milliondan boshlanadi. 380 dan 540 milliongacha bo'ladi. Bularda shu imtiyozli krediti, rassrochka, lizing ko'rinishida bo'lsa bo'ladi. Saloni bilan bir ko'rsating. Lyukini o'zi bir tema ekan buni. Panoramli lyuk bor. Shu ikkinchi pozitsiyasidan boshqa hammasida panoramli lyuk.
Malibu emas işin asıl layla. Doğru mu? Malibu'nu ondan al. Bakvat maşin. Hakikaten zor ekan. Endi bir anda Sportage. Benda Sportage, Restyling. Restyling 26 yıl. Bularda hazırda 5 tane pozisiyası var. 455 milyondan başlandı. 455 milyon. 620 milyona çabaladı. Ha. 2'lik motorlusu var, 2,5 motorlusu. Ha. 2 yengin elde tartalım. İyi polni hemen yer tartalım 4x. 4x. Berda durgan adı 2. pozisiyası. 500 milyon. Bunda 2 balon tartadan. Onlardan kur elde. Ha. Düşünerli. Onlardan şu Liçi, dedi, Rasroş hesek oladı. Zor maşin zor. Bagajın özü bir tema ekan bunun. İyi zapaskalara full düzeni durmadı. Ha, katta ekan. Evro emas, evrolar emas, kichkina oladi. 18 net disken zapaska 18 net. Ha. Tushunarli. Yazarent. Bunda 4 xil pozisiyasi var. 637 milyondan başlandı. 637 milyondan. 637'den 772 milyona çabaladı. Bir daha azınçanchi pozitsiya. Durganı 740 milyon. 2 arımlı full. 2 arım motorlusu var, 3 arım motorlusu var. Ha. Bunlardan şu Nalici, kredit, imtiyazlı, iyi rasyonuç. Açık ülkenin leasing ürünü. Salonu bilan tanishtiramiz. Panoramalik labo. Yetti mesta oladı. 7 mesta bang. Ya. Bari yeng ekan buni. 3. xatarını yatıştırıp olsa, şunun uldu spalni oladı. Ha. Bir gitganda markanın içinde yatıp zor ekan. Knopkada basıladi bang. Elektronlu. Kapasiyeler. 2026 yıl sol motordan maşınlarımızdan birisi Kia K8 Restyling. 790 milyondan başladı. Necha pozitsiya bor bunda? 3 xil pozisiyası. 3 xil pozitsiyasi bor. O'sha full pozitsiyalaridan bundan 4x 4 okitadi. Bularni elde tartadim. Kullarında 4 tarafını tartagan. Çarım motor bo'ladi. 360 gücü. Tushunarli. Bunga ham hamma imtiyozlar bor. Bundan şu Nalici imtiyazlı krediti biraz uğraştılar. 3 yıl açıp başlangıç olana kadar. 3 yilgacha boshlang'ich olana kadar. Salonu. Biznesmenlar mashinada endi bu ne? Comfort. Plus comfort. Mashinning görünüşü ham o'zi zo'r. Bagajniki. Boburbek, manzilni bir qator aytib bering. Manzilimiz Urganchda Xiva klubda bo'ladi. Xiva klubda ko'pincha teyinda Real Metalni elde bo'ladi. İş vaqtimiz haftaning 7 kuni ham 9dan 8gacha. Ekrandagi telefon nomerlariga murojaat etsanglar, grafiklarni tashab beradilar. Kreditni ham, rassrochkani ham. Hammangizni avtosalonimizda kutib qolamiz. Kanalga podpisatsiya bo'lishni unutmanglar. Like bosinglar, bizani qo'llab-quvvatlashda davom etinglar.